Assalomu alaykum. Demak, darsimizni boshlaymiz. Bugun o'sha assembly, ya'ni sborka bo'yicha darsimizni ikkinchi qismi. Demak, yangi fayl ochib olamiz. New file, assembly degan fayl ochib olamiz. Demak, modullardan, demak, biz bu yerda environmentlardan, demak, sразу assemblyni tanlab, faylning nomini va uni saqlash papkasini qo'yib olib, demak, o'lchov birligi millimetrda OK bosamiz. Biza ko'rganimizdek quyidagi demak oyna ochiladi. Demak, o'sha komponentlarimizni tushirib olishimiz kerak ketma-ketlikda. Demak, birinchi navbatda aynan bugun qaysi vazifani ko'rishimizni, demak, aynan общий сборкani ochib olamiz. Demak, open faylni demak, men o'sha o'zimni saqlanib qo'ygan papkam bo'yicha borib, demak, o'sha anaqamni ochib olaman, papkamni ochib olaman, сборкамni. Hop, assemblyda va bugungi ko'radiganimiz gripper ko'ramiz va gripper assembly adashmasam mana shu bo'lishgan. Ana illyustratsiyasini ko'rishimiz mumkin va OK bosamiz. Hop, o'chiring qo'yavering. OK. Ana bugun quyidagi elementni sborka qilamiz. Uning hamma elementlarini ketma-ketlikda tushirib, bu gripper deyiladi, ya'ni qisqich, o'sha ishlab chiqarishda robotlarda ishlatiladigan, demak, qisqich. Demak, endi bu yerda realniy qilinmagan, o'sha realniyga yaqinlashtirib chizilgan modeli, hamma elementlari ko'rishimiz mumkin. Demak, quyidagi elementni tushirib oldik va endi qolgan elementlarini sekin-sekin tushirib, o'sha sborkamizni davom ettiramiz. Ya'ni boshqa yangi fayl ochib olganim yaxshi. Boshqa o'zimizni qiladigan ishimiz uchun assembly. OK. Va endi sekin-sekin o'sha komponentlarni tushirishni boshlaymiz. Open. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Illyustratsiyasidan to'g'ri komponent. Birinchi mana bundan tushiramiz, mana bu elementni tushiramiz va uni hop, menimcha buni emas, hozir ko'rib oling. Birinchi qaysini tushirishimiz, qaysidan boshlashimiz. Ham sariq elementidan boshlaymiz. Bo'lmasa part 3 ekan. Chunki shuni asos deb olamiz. O'sha aytganimdek, birinchi elementni har doimgidek fixed qilib qo'yamiz, asos deb qotirib qo'yamiz va shuni atrofida qolganlarini yig'amiz. Demak, sariq element tushirib olganimiz bizga qulayroq. Demak, ishimizga o'tamiz. Hop, assembly, hop, add component qilamiz va open file va o'sha boyagi elementimizni, demak, ro'yxatimizdan topib olamiz. Bu emas. Lekin part 3 va OK. Bu yerda demak, mana illyustratsiya ko'rishingiz mumkin. Absolute originga tushiramiz. Demak, bizga qulay birinchi elementimizni mana shu, demak, koordinat o'qimiz bo'yicha tushirib olganimiz yaxshi, ya'ni tushirdik. Mana buni tushirdik. Bunga constraint qo'yib qo'yamiz. Sразу buni qotirib qo'yamiz. Demak, assembly constraintga kirib, hop, fix degan qotirib qo'yish. Mana bosdik va OK. Mana bizda fixedni anaqasi chiqdi, emblemas chiqdi. Mana assembly constraint is fixed deb ko'rsatib turibdi va buni mana bu yerda constraint navigatorga o'tib turib ko'rishimiz mumkin. Mana part 3imiz, demak, bizda fixed qilingan. Hop, fixed qilingan. Demak, uni tushirib oldik. Endi xuddi shu komponentni yana o'zini yana kopiyasini tushirib olamiz. Buni demak kopiya qilsak bo'ladi yoki o'zini yana tushirib olsak bo'ladi. Demak, add component tagi qismini tushirib olamiz. Buni hop, part 3 ga kiramiz va OK. Va buni endi absolute origin qilmaymizda, buni move bilan tushirib olganimiz bizga qulayroq, chunki harakatlantirib o'zimizga kerakli pozitsiyaga keltirib olamiz. Move, mana positioningda move, OK va OK bosamiz. Bizda ana tushdi. Buni pastga olsak ko'rishimiz mumkin. Mana ikkita hosil bo'ldi. Endi ikkalasini demak buni OK bosib qo'yamiz va bunga demak sborka qilishni boshlaymiz. Bu yerda mana ko'rishimiz kerak, hamma detallari bir-biri bilan ustma tushadi va shuni qilishimiz kerak. Demak, assembly constraintga kiramiz.
Birinchi demak bizga qulay demak mana shu teshiklarni bir-biriga joylashtirib olishimiz kerak. Uning uchun bizada touch alignment bor edi va touch alignmentda bizga qulayi demak o'qlarini to'g'irlab olish, aksislarini to'g'irlab olish. Masalan, mana bu o'qni misol farqi yo'q. Uni o'z-o'ziga havola qaysi birini qilish. Masalan, undan boshladim. Demak, mana buni o'qni ko'rsatyapti. Bu o'qi bilan va mana past degan o'qini mana olib kelsak ko'rsatadi o'zi. Mana bitta anaqa to'g'irlab oldik. Va okey. Va buni agar move qilib tekshirib ko'rishimiz kerak edi. Agar move qilsak, agar ya'ni harakatlantirsak buni, bu endi faqat mana shu o'q bo'yicha, mana o'q turibdi, shu o'q bo'yicha aylanadi faqat. Mana faqat shu o'q bo'yicha aylanadi. Bu aylanib yuraveradi. Boshqa hech qayerga ketmaydi. Faqat aylanadi. Lekin bu bizga hali kerak emas. Buni biza polni qotirib qo'yishimiz kerak. Demak, cancel qilamiz. Joyiga qaytib qoladi. Polni qotirish uchun polni qotirish, ya'ni degree of freedomni, ya'ni erkinlik darajasini aytgandek, o'shani 0 qilishimiz kerak, bir-biriga qotirishimiz kerak. Va mana bu yuza, buni tepa yuzasi, buni past yuzasiga tegib turishi kerak. Demak, buni har xil usulda qilsak bo'ladi. Bitta harakat bilan, ya'ni bitta iloji boricha constraintlarni aytganimdek, mana bu yerda part constraint navigatorda kam ishlatishimiz kerak. Qancha ko'p ishlatsak, buni shunchalik cheklab qo'yishimiz mumkin. Keyinchalik boshqa elementlarga qo'yayotganda, chunki o'sha katta sborkalarni qilayotganda bitta constraint, bitta cheklov, boshqa cheklovni, boshqa komponentlarni cheklab qo'yaveradi. O'shanda qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun iloji boricha shunaqangi optimal yo'l topishimiz kerak. Hozir buni shunaqangi bitta yo'l qilishimiz kerak, bittada qoldirib qo'yishimiz kerak. Buni hozir ikkita, uchtada qoldirsa ham bo'ladi. Shunaqangi bitta yo'l qilamiz va bittada qoldirib qo'yamiz buni. Masalan, mana bu concentric bor edi. Concentricda bunga qarama-qarshisini qo'yamiz. Masalan, mana zigzag yo'lida bu bilan demak pastini mana bir-biriga to'g'irlab qo'ysak, mana qotdi va bir-biriga yopishdi va bu уже pastiga ham bu fixed bo'ldi. Buni ham masalan yurg'izmoqchi bo'lsak, masalan move qilib boshqatdan harakatni move harakatlantirmoqchi bo'lsak, tekshirib ko'rishimiz kerak edi har doim. Harakatlanmaydi mana, chunki bu ham o'sha tepadagi bilan birga qotdi. Demak, bu bizda to'g'ri bo'ldi. Cancel qilamiz. Mana birinchi demak ish qilib oldik. 3 ta constraint bilan demak shu ish qilib oldik ketma-ketlikda. Xo'p, demak davom etamiz. O'xshadimi Abbosbek sizda? Ha, o'xshadi. Endi demak keyingisi demak o'sha boyagi yashil elementlarni tushirib olamiz. Demak add component. Demak bu yerda turibdi, mayli open qilib bizda demak bu emas, mana bu part 7 P7 sizda bilmadim shunaqa nomlangan bo'lishi kerak. Demak mana shuni tushirib olamiz. Okey. Demak buni positioningni move qilamiz va okey. Orqa originni ko'rsatyapti. O'sha yerga tushiraveramiz. Keyin o'zimiz to'g'irlayveramiz, o'zimizga to'g'ri joyga olib kelib olamiz. Buni sekin surib, endi aylantirib o'zimizga kerakli pozitsiyaga keltirib bunaqa joylashtirib olishimiz kerak. Va buni har xil ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Yana to'g'riroq joylashtirib olish uchun qiyshiq turibdi. Shuni xohlasak, uni to'g'irlab olishimiz mumkin. Bu yoqqa bundoq olib, yana mana shu yerga tushish kerak, bunaqa tushish kerak. Mana olib kelib oldim, primerni olib kelib oldim. Keyin u yog'ini yana constraint bilan aniq to'g'irlab olaveramiz yana. Mana olib kelib oldim va buni o'sha aytganimdek tepadan ko'rinishini ko'rsak, bu yerda parallelmi, parallel emasligini bilmaymiz, chunki o'sha chal yurg'izvordik. Aniqrog'i mana bu yuzani, mana bu yuzaga parallelligini bilishimiz kerak. Va birinchi navbatda shu constraintni qo'yib olamiz. Aytganimdek, parallel constraintni qo'yib, keyin o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Prosta boshida to'g'irlab olish uchun demak, constraintga kiramiz. Parallel, mana parallel demak yuzalarni farqi yo'q, qirrani mana qirra yoki yuzani tanlashimiz mumkin, farqi yo'q. Uni o'zimizga masalan yuza bilan mana bu yuzani mana parallel qilib oldim. Okey. Mana bu yerda parallel menda turibdi.
Buni o'chirib tashlasam ham bo'ladi. Menga bu kerak emas, lekin parallelligi paka yo'qolib ketmaydi, turaveradi. Agar buni harakatlantirmasam, o'zim qo'lim bilan o'sha move bilan harakatlantirmasam. Endi bu teshik bilan teshiklarni demak moslashtirib olamiz. Demak, birinchi navbatda eng yaxshi usul o'sha o'qlarini to'g'irlab olamiz. Touch alignment o'zi turibdi. Demak, o'qlari demak olib kelsa, yana o'qini ko'rsatadi. Buni o'qi bilan demak, buni o'qini mana to'g'irlab oldim. Sразу apply qilib, endi xuddi shunaqa mana konsentrik qilib, mana bu qirrasi bilan uni pastini qirrasini to'g'irlab olsa mana tushib oldi va okey. Bo'ldi. Bizda bu hosil bo'ldi. Buni demak yana move qilib ko'ramiz. Demak, bu qotish kerak shu yerda. Buni harakatlantirib ko'ramiz. Demak, harakatlanmayaptimi, yo'qmi, shuni tekshirishimiz kerak. Ana har xil o'sha aytganimdek 6 ta degree of freedom, erkinlik darajasi bor bizda. Demak, 3 ta o'q bo'yicha, x, y, z bo'yicha va 3 ta aylana bo'yicha. O'sha hammasini birin-ketin harakatlantirib ko'ramiz. Mana hammasi qotgan. Demak, bizda konsentrik o'sha demak, bizda zborkamiz demak to'g'ri bo'lganligini ko'rsatyapti. Yana bitta narsa e'tibor berishimiz kerak. Mana bizda constraintlar ko'rsatyapti, har bitta qilganlarimizni va bular ko'k rangda ko'rsatilyapti va bitta constraint navigatorda hammasi ko'kda ko'rsatyapti. Agar bu qizil bo'lib qoladigan bo'lsa, bu o'sha aytganimizdek qizil bizda yaxshi emas degani, demak over constraint, ya'ni ortiqcha qotirib qo'yilganligini ko'rsatadi. Demak, o'shandan qochishimiz kerak. Har doim shu narsa ko'kda turishi kerak belgilarimiz. Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Xuddi shu ish, demak, pastiga qilamiz endi. Tagiga shu elementni tushirib olamiz yana. Demak, add component open p7 okay, move va okay. Yana okay bosamiz. Bu hosil bo'ldi va buni endi to'g'irlab o'zimizga primerniy pozitsiyaga olib kelib olamiz deb olib tushdik va buni bunaqasiga aylantiraman. Primerni mana bunaqasiga aylantiraman, bunaqa holatga kelish kerak yana. Tepadan ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Birinchi yondan mayli, farqi mana primerni hali qiyshiq turibdi. Uni keyin to'g'irlab olamiz. Hop, tepadan normalniy va okey. Va endi bizda hali qiyshiq turibdi. Mana bu yoqda ham qiyshiq turibdi, bunaqasiga ham qiyshiq turibdi. Uni parallelligini birinchi navbatda to'g'irlab olamiz. Xo'p, buning uchun constraint demak, parallel constraint mana bu yuza bilan farqi yo'q. Bu yuzami, mana bu yuzami, farqi yo'q. Qaysi yuzani tanlashimiz, mana bu yuza faqat qaysi to'g'rini tanlashimiz uni yuzadan. Buni parallel bo'ldi. Apply qilamiz. Endi ham yuzani parallel bu bilan tanlab boshqa narsani tanlab oldim menimcha, boshqadan refresh qilaman. Mana ham bu yuza bilan mana bu yuzani endi buni to'g'ri bo'ldi. Buni ko'rib olishimiz kerak yana. Mana endi to'g'ri joylashdi. Mana chekkalari ham parallel, mana buga va bunaqasiga ham parallel. Mana bizda ana turibdi, mana bitta parallel va bitta parallel. Bularni ana part demak parallel navigatordan yana o'chirib qo'yaveraman. Chunki o'sha aytganimdek bizga keyinchalik xalaqit beradi. Asosan biz pozitsiyasini to'g'irlab oldik. Buni o'chirib tashladim. Lekin menda hali ham parallel bo'lib turibdi, chunki hali move qilmadim. Endi yana xuddi shu boyagi qilgan ishimiz demak teshiklarni bir-biriga joylashtirib olamiz. Demak, uning uchun birinchi touch alignmentdan foydalanganimiz yaxshi. Demak, center axis masalan bu bilan aylantiramiz va mana tushib oldi. Demak, apply qilamiz va concentricdan foydalan. Endi bu tarafini bu bilan aylantiramiz va buni va okey. Va izometriyasini ko'ramiz va demak yana tekshirib olamiz hamma tomondan. Mana to'g'ri tushyaptimi? Bu bilan tepasi bilan hammasi bir-biri bilan to'g'ri tushyaptimi? Hammasi demak simmetrichniymi? Hammasi ko'rishimiz mumkin. Mana teshiklarni ham mana hech qanaqa surilib qolgan emas, hammasi bir-biri bilan tushyapti. O'zimiz uchun mana tagidan ham ko'rishimiz mumkin. Bu taraflarini ham ko'rishimiz mumkin. Chiqib qolmagan bu yog'idan, yonidan hammasi to'g'ri. Demak,
to'g'ri qottirilgan. Bu joylashish jihatidan. Endi erkinlik darajasi bo'yicha tekshirib olamiz. Uning uchun move komponentga kiramiz va uni harakatlantirib ko'ramiz. Bu bizda qotgan bo'lishi kerak. Xo'p. Demak, hamma anaqalarni tekshirib ko'ramiz. O'qlarning 6 tasini. Demak, bizda mana demak qotgan, demak harakatlanmayapti. Hammasi yaxshi, okey. Bosib qo'yamiz. Bizda mana shu holatga keldi. O'xshadim? O'xshadi aka. Yaxshi. Xo'p. Endi mana bu komponentasini, bu komponentlarni qo'shib olamiz. Mana buni qo'shamiz. Sekin-sekin shu ketma-ketlikda ketaveramiz. Yog'iga. Hozir to'g'ri qo'yganmikin o'shani? Ancha to'g'ri qo'ydik mana. Hop. Add component. Demak, open file, demak, listdan shu qo'yaga detalni tanlab olamiz. Emas. Mana detal. Okey. Hop, move deb tushiramiz buni. Okey, okey. Hop, buni demak birinchi joylashtirib olamiz. Primerni ana shu joyga joylashtirib olamiz buni. Demak, yonlaridan ko'rinishini qo'yamiz. Hali qiyshiq turibdi. No, xavotir joyi yo'q. Parallelligini keyin to'g'rilab olamiz. Primerni ashtiga va buni yondan ko'rsak, primerni mana ashtiga joylashtirib olamiz. Okey. Buni birinchi ko'rib olib, buni demak bu pastga tushgan bunaqa to'g'ri joylashtiramiz demak. Mana bizda u holat bo'ldi. Birinchi demak buni parallelligini to'g'rilab olamiz. Hali parallel emas, ham bu yuza bilan. Demak, assembly constraint parallel demak ana bu yuza bilan farqi ana pastdagi yuzani to'g'rilab oldik, parallel qilib oldik. Ana endi to'g'ri bo'ldi, ana to'g'ri joylashdi. Parallelligini o'chirib qo'yaveramiz. Demak, o'sha constraint navigatordan bizga kerak emas. Endi yana o'qlarini tushirib olamiz. Demak, bu silindrisk element, bu ham silindrisk element bo'lgandan keyin o'qlarini birinchi navbatda tushirib olamiz. Demak, assembly constraint, touch alignment, axis. Xo'p, mana olib kelsak, ana elementga olib kelsak, ana o'qini ko'rsatadi. O'qini ko'rsatyapti va bunga olib kelsak, elementga olib kelsak, ana o'qini ko'rsatadi. Ya'ni chekkasini belgiga olib kelsak, siqonchamiz ana o'qini ko'rsatyapti. Mana tushirib oldik. Buni ko'rishimiz mumkin. Endi tepadan ko'rinishini mana to'g'ri tushdi. To'g'ri o'qlari tushdi va hech qayerga chekkalar chiqib ketib qolmayapti. Pastdan ham ko'rishimiz mumkin mana. Endi bitta ish qoldi. Demak, mana qirrasi bilan qirralarini demak joylashtirib qo'yamiz buni. Demak, buning uchun concentric mana qirra bilan pastdagi qirrasini bunaqa joylashib oldi. Boshqatdan ko'rsataman shu qilgan ishim. Demak, qatga nimani tushishi bilsak bo'ldi shu ekan. Qach bilan qaysi yuza bir-biri bilan tegib turishini demak, mana concentric mana qirra bilan mana pastdagi qirra. Mana bunaqa narsa hosil bo'ldi. Mana bu yuzalari tegib turibdi menga bir-biriga. Bitta qirrani emas, yuzani tanlasak ham bo'lardi. Uning uchun pastdagi yuza bilan mana tepadagi yuzasini tanlaydik. O'xshadim? O'xshadi aka. Yaxshi. Xo'p. Endi demak, bu elementlarni tushirishni boshlaymiz. Mana bu ikkitasini, alohida elementlarini. Xo'p. Add component. Birinchisi bunisini tushirib olamiz. Xo'p. Move bilan har doimgidek
va okey bosib qo'yamiz. Mana bizda uchta. Bu takka okey bosib turing, ana tushirib oldik. Qaysi tarafdagini bu naryo tarafidagi ekan, chap tarafdagi ekan. Hop, demak, buni birinchi move qilib sal pozitsiyasini to'g'ri qilib olamiz o'zimizga qulay holatda. Buni yotqizamiz. Sal suramiz va uni aylantiramiz. Примерно shunaqa pozitsiyaga keltiramiz. Demak, tepadan ko'rinishini ko'ramiz. Примерно demak, ana ashga tushish kerak. Hop. Tushish kerak. Mana bu teshiga menga tushish kerak ekan. Hop, birinchi demak parallelligini ko'rib olaylik. Demak, yon tomondan ko'rinishini ko'rib olsak, hali parallel emas uni, chunki biz tushirganda o'ynatib yubordik va assembly constraint qilib yuzalarni parallel qilib olamiz. Demak, ham yuza bilan, ham yuza uni parallel bo'ldi. Endi tekshirishimiz mumkin. Va buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi endi. Hop, endi o'qlarni to'g'rilab olamiz. Assembly constraint. Demak, touch alignment. Hop, mana o'qi bilan, demak, mana o'qi tushirib oldik. Apply, endi yuzalarni to'g'rilab olamiz. Yuzalarni to'g'rilash uchun demak concentricdan foydalanganimiz yaxshiroq. Demak, mana bu qirra bilan qirrasi bir-biriga tegib turishi kerak. Okey. Bizda anaqa narsa hosil bo'ldi. Xo'p. Buni demak endi harakatlantirib ko'ramiz. Move bu faqat shu o'q bo'yicha faqat aylanish kerak. Bitta degree of freedom bo'lish kerak bunda. Ana bitta mana shu o'q bo'yicha shunaqa aylanish kerak. Xo'p, aylanyapti. Mana bu yoqqa yurmayapti. Bu yoqqa yurmayapti. Boshqa yo'llarga aylanib ketmayapti. Bizda mana shu erkinlik darajasi bu holatda bitta bo'lish kerak. Shu anaqa holatda aylanish kerak. Okey. Chiqdimi abbasi? Ha, chiqdi aka, chiqdi. Xuddi shu ishni keyingi komponentasiga qo'yamiz uni. Keyin bu yoq yon tarafidagina, demak, add component open. Mana bunisi part to'g'ri ekan. Okey. Move bilan tushiramiz. Okey. Va buni yana joylashtirib olamiz. To'g'ri o'zimizga kerakli pozitsiyaga aylantiramiz. Hammasini aylantiramiz примерно mana shunga. O'zimiz uchun ko'rib olishimiz ham mumkin. Shunaqa примерно ana shunaqa tushadi. Okey. Parallelligini birinchi qo'yib olamiz. Har doimgidek yuzalarni parallel yigiramiz. Demak, yuza bilan yuza parallel bo'ldi hamma sistemaga nisbatan va buni o'chirib qo'yaveramiz. Yana xuddi boyagi qilgan ishimiz. Demak, shu teshiklarni bitta o'qini to'g'rilab olamiz. Buning uchun touch align-ga kiramiz. Demak, center axis buni o'qi va mana buni o'qi tushdi. Demak, apply qilib turib, endi concentric qilib buni bilan to'g'rilab olamiz. Okey. Bizda anaqa sistema hosil bo'ldi.
Uni ko'rishimiz kerak, tekshirishimiz kerak. Hammasi parallelmi va tepadan ko'rinishi mana teshiklari bir-biriga tushgan. Hech qanaqa o'ynab ketmagan. Mana bu yerda bularni keyin aylantirib to'g'rilab qo'ysa bo'ladi tishlarini. Buning uchun nima qilsa bo'ladi? Demak, move qilamiz. Sal aylantirib tishlarini bir-biriga to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Bir-birini ichiga kirib ketish kerak emas. Hop. O'ynab ketyapti primerni shu vaqtda. Okey. Izometri. Bo'ldi, o'xshadi aka. O'xshadi. Hop, endi buni tagini sborka qilamiz. Tagida bizda bunaqa komponentlar bor. Taglarini qo'yib olamiz. Mana ikkita komponentasini qo'yib olamiz birinchi navbatda. Hop. Farqi yo'q, tepasini tagini keyinchalik anaqa qilsak bo'ladi. Birinchi tagidan boshlasak ham bo'ladi. Add component qilamiz. Hop, add component. Open file. Ana bu element qo'shib olamiz. Okey. Bizda mana tushdi markazga. Buni sal to'g'rilab olamiz ana va aylantiramiz. Primerni ana o'zimizga qulayroq joyga olib kelib olganimiz yaxshi qatga tushirmoqchimiz. Mana primerni bunga olib kelmoqchimiz va mana primerni o'zimizga qulay joyga shu tagida turadi. Assembly constraint qo'yayotganda o'zi avtomatik olib kelib beradi. Qiynamaslik uchun, unga qulayroq, oson bo'lish uchun, demak, qulayroq paytga olib kelib olganimiz yaxshi. Demak, yon tomondan ko'rinishini ko'rib olaylik. Parallel emas, mana qiyshiq tushib qolgan. Shuni parallel qo'yib olamiz. Har doimgidek, demak, constraint. Demak, u yuzi farqi yo'q. Bu yuzdan tanlashimiz mumkin. Bu yuzami, bu yuzami, bu yuzami asosan sistemaga parallel bo'lsa bo'ldi. Mana shu parallelni o'chirib tashlaymiz. Bizga ortiqchalik qiladi keyinchalik. Endi tushirib olamiz. Demak, mana bu o'q bilan bu o'q tushishi kerak va bu o'q bilan bu o'q tushishi kerak. Shularni tushirib olamiz. Hop, assembly constraint. Hop, touch align, center o'q tanlaymiz. Demak, bu yerda center axis bo'ladi. Demak, uni bilan tushirib olamiz. Apply qilamiz. Bilan buni ham tushirib olamiz, chunki hammasi sistema birga yurishi kerak aylanganda. Buni tushirib olamiz. Mana tushdi. Apply qildik. Mana tushdi. O'qlarini va yuzalarini endi bir yopishtirib qo'yamiz. Ham yuzaga yopishtirib qo'yamiz buni. Buni concentricdan foydalanib, mana concentric mana bu qirrani bu qirraga yopishtirib qo'yamiz. Mana bu narsa hosil bo'ldi. Va buni harakatlantirib ko'rsak, move mana tepadagi bilan birga yurish kerak. Bitta sistema bo'lib harakatlanish kerak. Pastligini harakatlantirsak tepadagi harakatlantirsak pastigi harakatlanish kerak. Yana bitta erkinlik darajasi bo'lib qoldi ikkalasida faqat mana shu o'q bo'yicha aylanish. Okey. O'xshadimi? O'xshadi aka. Xuddi shu ishni demak bu tarafiga qilamiz. Yana add component boyagi element tushirib olamiz. Xuddi spiskada esimda yo'q qaysi birligi bu mana bu ekan, part 2 ekan. Okey.
move bilan tushiramiz. Hamki belgilaganimiz yaxshi. Va uni sal aylantiramiz. Tepadan ko'rinishini ko'rib olamiz. Mana shu bilan tushish kerak. Bu yerni joylashtirib olamiz o'zimizga qulay. Okey. Parallelligini tekshiramiz yana har doimgidek. Parallelga kiramiz constraintga demak, bu yuza bilan yana yuzdan parallel qolamiz. Okey. Buni o'chirib tashlaymiz. X bosib olamiz va ularni yana to'g'lamini move qilib pastga tushirib qo'ysak ham bo'lar ekan. Ozgina o'zimizga qulayroq qaysiga tushirib olsak, menimcha zarar qilmaydi. Parallelligi ketib qolmadimi, yo'qmi tekshiramiz. Yo'q, normalni. Assembly constraintga kirib, birinchi o'qlardan to'g'rilab olamiz. Bu boyagi qilgan ishimizdagi, demak center axisda turadi, touch alignment demak mana o'qi bizda tushish kerak. Mana o'qi bilan apply qilamiz va mana o'qi bizda tushish kerak. Mana o'qi bilan qizil bo'lib qoldi menda. Ctrl Z qilaman. Aytganimdek o'zida qizil bo'lish kerak emas. Demak o'qi qizil bo'lib qolyapti. Demak buni qo'ymay turamiz. Mana bunaqa qilamiz. Bo'lmasa birinchi buni qo'yaylikchi, tekshirib ko'ramiz. Buni hop. Refresh. Assembly constraint concentric qilaylik faqat. Demak, mana men bilan yaqinlashtirman bilan. Hop. Demak, mana. Hop. Faqat bizda joylashdi. Faqat tepadan ko'rinishni ko'rishimiz kerak. Mana bilan joylashmadi va buni juda joylashtirishimiz kerak. Lekin bu qizil bo'lib qolyapti. Boshqacha yo'lini qilib ko'rish kerak. Cancel. Bu nimadir ushlab turibdi. Shu aytganimdek constraintlar ko'paygan sari xil murakkablashib boshlaydi, bir-birini naqib qoladi. O'zi hamda tushish kerak. Okey. Assembly constraintga kiramiz, harakat qilib ko'ramiz. Touch alignment. Center o'q. Buni center o'qi bilan. Lekin negadir qizil bo'lib qolyapti. Qaysi constraint mana bu ushlab turganini ko'rsatyapti alignment bilan. Alignmentda bo'lmasa the hozir bilan concentric alignmentni o'chirsak. Ctrl Z qilamiz. Buni o'chiraylik. Buni qilamiz. Concentric o'chirib turamiz. Va buni ikkalasini boshqatdan concentric qilamiz. Centric, concentric degani anaqani. Touch alignmentni. Bu bilan bu navigatorda, constraint navigatorda bo'lsa, o'zida ko'rsatadi qaysi bir-birini aniq turganini. Xalaqit berayotgan o'shanda sal manipulyatsiya qilsak bo'ladi, bir-birini to'g'ri bo'lmayapti. Xo'p.
bo'lsa bir-birini xalaqit beryapti bular. Hop. Boshqatdan qo'yichi. Touch alignment. Boshqasi ham tushmaydi bu yerda. Mana shularni to'g'irlab olishimiz kerak. Alignment. Tamamını o'chirib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, buni qo'ygandan keyin bitta mana alignment bizga kerak emas ekan, no baribir biza tekshirishimiz kerak. Asosiy maqsad ikkalasi biriga yuryaptimi, yo'qmi shuni ko'rishimiz kerak. Hozir bizda mana hammasi ko'k bo'ldi, yaxshi. No move qilib ko'ramiz. Pastigini move qilib harakatlantirib ko'raylik va tepadagi bilan biriga yuryaptimi, yo'qmi shuni bilishimiz kerak. O biriga yuryapti, mana u past ketib qolyapti. Ko'ryapsiz, mana pasti aylanib ketib qolyapti. Past qotmagan. Menda ham ketib qoldi. Nima deysiz? Menda ham ketib qoldi shunaqa. Mana past qotmagan, chunki shuni to'g'irlashimiz kerak. Mana past o'ynab ketyapti. Xo'p, buni hozir agar qotirsak pastini bu anaqa qilib qo'yapti. Xo'p, yoki ketma-ketligiga e'tibor berishimiz kerak. Buni o'chiraylik-da mana bu yerdigini. Mana buni boshqatdan anaqa qilaylik. Hop, konsentrik qilaylik, balki o'xshar. Umuman va mana no baribir qizil qilib qo'yapti. Shuni to'g'irlab chiqish kerak. No baribir ushlash kerak buni. To'xtang, boshqa narsa qilamiz buni. Biz konsentrik qilmaymizda. Hop, assembly constraint amitda bunaqa narsa qilsak bo'ladi. Bunda touch qilaylikchi, qani touch bilan ham bu user bilan mana bu userni. O mana o'xshadi endi. Hozir kursni harakatlantirib ko'ramiz endi. Hop, move. Demak mana pastki elementni tanlaymiz va orientatsiyasini va endi harakatlantirib ko'ramiz, mana aylantirib ko'ramiz. Pasti bir ketib qolyapti. Hop, bunaqa narsa qilamiz. Yuzani tanlamaymiz-da. Delete qilamiz. Hop, buni demak mana o'zi turibdi. Move. Hop, assembly constraint qilamiz. Hop, bu yerda touch bilan qirralarini touch qilaylikchi, mana qirra bilan mana qirrani. Hop. Endi okay. Izometriyaga qaytamiz va move qilamiz buni. Endi o'xshadi shekilli. Hop, specified orientation. Mana endi o'xshadi. Mana biriga yuryapti hammasi. Ketib qolmayapti. Hozir sal yaxshiroq pozitsiyada ko'rsatay. Hop, mana. Mana yuryapti, ko'ryapsizmi biriga hammasi. Hech qaysi ketib qolmayapti. O'xshadimi yo'q ko'rsataymi qanaqa chiqqanini? Hozir bitta qilib ko'raylik aka. Ana spiskamga ko'rsangiz mana bu yerda menda touch turibdi. Touch ishlatdimda faqat qirralarini to'g'irladim. Mana buni qirrasini to'g'irladim, qirralarini ana. Anaqasini, dumaloqni. Yuzani emasda qirralarini faqat birlashtirib qo'ydim. Yuzani to'g'irlaganda ketib qolyapti. Bo'ldi, o'xshadi. O'xshadimi? O'sha qirrani belgilasangiz, o'shanda bir-biriga ushlaydi. Hop, demak, davom etamiz. O'xshagan bo'lsa, hop, passini qildik. Endi mana bu komponentlarni tushirib olamiz. Mana bu ko'klarni tushirib olamiz. Part 1 ekan. Keyin qolganlarini to'g'irlayveramiz unga qarab turib. Demak, add component. Demak, open file. Bizda part model 1, part 1 mana bu.
Okey. Demek move bilan tushirib olamiz. Okey. Belgisi shu yerga tushirib beradi. Uni aylantiramiz primerni, uni keyin uni to'g'rilaveramiz. Hop, tepadan ko'rinishi bizda ana primerni mana shu yerga tushishi kerak. Anaqasi bo'lishi kerak primerni. O bu yerda parallel emas, demak parallelligini to'g'rilab olamiz birinchi navbatda. Assembly constraint, demak parallel mana bu yuza bilan arqi mana bu yuzani parallel qilib olamiz. Bu yana o'ynab ketdi. Move qilib yana to'g'rilab olganimiz yaxshi, o'zimizga qarab to'g'ri pozitsiyaga. Hop, tepadan ko'rinishini qilsak, yurib ketib qolyapti u bilan birga boshqa narsa qilamiz. Parallelligini o'chiramizda, keyin move qilamiz. Uni aylantiramiz. Bunaqasiga emas, Ctrl Z. Tishlari ichkarida bo'lishi kerak. Okey. Parallelligini baribir to'g'rilashimiz kerak ekan, qochib ketdi. Hop, parallel bu yuza bilan endi to'g'ri bo'ldi. Baribir tekshirishimiz kerak. Ana bu ko'rinishida mana endi to'g'ri bo'ldi parallel bu yuza bilan. Uni o'chirib tashlasak bo'ladi. X bari. Hop, endi o'qlarni yana to'g'rilab olamiz. Hop, touch align. Hop, axisga kiramiz. Axis degani o'q degani. Bu o'q bilan ana bu o'qni to'g'rilab olamiz. Apply qilib, hop, bu yerda endi concentric qilib, yana qirralarni to'g'rilab ko'ramiz. Agar qizil bo'lmasa, bizda bu qirra bilan bu pastdagini qirrasini to'g'rilab qo'yamiz. Mana yaxshi, spiskada hech qanaqa bizda ortiqcha constraint ko'rsatmayapti. Okey bosamiz. Va buni move qilamiz. Bu yerda ham move qilganda degree of freedom 1 bo'lishi kerak. Yana aynan shu uchala sistema birga aylanishi kerak. Harakatlanishi kerak. Harakatlanyapti. Hop. Birga harakatlanishi kerak. Bo'ldi, o'xshadi. O'sha. Xuddi shu ishni bu tarafiga ham qilib olamiz. Ketma-ketlikda shu operatsiyalarni bajarib chiqamiz, demak. Add component. Open file. Hop, part 1. Okey. Hop. Demak, move bilan tushiramiz. Bu yoqqa nuqtani bosasak, bu yoqqa yaqin tushib beradi o'zimizga qulay joyga. Va o'zidan o'q paydo bo'ladi. Shuni endi aylantirib olishimiz kerak primerni shunaqa holatda. Va okey. Va bunga constraint birinchi navbatda parallel обязательно. Bu yuza bilan u yuza. Okey. Buni o'chirib tashlaymiz yana har doimgidek. Va assembly constraint qilib, hop, touch alignment, axis, demak, o'q bilan bu o'q. Tushirib oldik. Apply sirasi davom ettirib ketamiz ishimizni. Concentric. Bizda hop. Ana ko'rinmayapti. Noqulaylik bizda. Ana belgilamoqchi bo'lgan joyimni. Uning uchun men ozgina uni move qilaman. Tepaga ko'taraman, pastgami o'zimga qulayroq joyiga pozitsiyaga olib kelib olaman. Bo'ladi. Hop, endi yana constraintga kiraman. Demak, concentric. Hop. Mana qirra bilan uni mana pastiga qirrasini birga to'g'rilab qo'yaman. Okey.
Bu ham Ushad aka. uchta sistema birga harakatlanishi kerak. Hop. Tekshirib olamiz har doimgidek uni. Hech qanaqa ketib qolmayapti, hech narsa o'ynab ketmayapti. Hammasi demak yaxshiligiga demak anaqa bo'lishimiz kerak. Amin bo'lishimiz kerak. Tekshirib. Okey. Aniqligiga. Hop, mana zada qoldi. Bitta element qoldi. Ya'ni ana bu o'rtadagi nimalarni demak shunaqa holatda olib kelib qo'yishimiz kerak ekan. O'rtada qotiradigan qizil elementlar qoldi. Ular demak qiyin emas. Demak sekin-sekin bilan joylashtirib olamiz birinchi navbatda bo'yi. Hop. Hop, add component. Open file. Bizda qaysi element mana bu ekan, part 2 ana mana bu element. Buni ishlatuvdik boya, yana ishlatamiz. Hop, move bilan tushiramiz. Ana ham holatga olib keldik. Va buni birinchi aylantiramiz. Va mana holatda o'zimizga qulay pozitsiyalarga olib kelib olamiz. Sal aylantirsak ham bo'ladi. No, baribir parallelligini to'g'rilaymiz yana. Assembly constraint. Hop. Parallel. Birinchi navbatda bu yuza bilan bu yuza farqi yo'q. Okey. O'chirib tashlaymiz. Endi mana bu o'qni mana bu o'q bilan va mana bu o'qni mana bu o'q bilan to'g'rilab olishimiz kerak. Buning uchun assembly constraint kiramiz. Touch alignment axis demak. Mana bu o'q bilan apply qilamiz. Mana bu o'qni mana bu o'q bilan borib oldi o'zi. Apply. Endi konsentrikdan foydalanib, qirralarni bittasini qilib qo'ysak ham yetadi. Sal tushirib, buni bilan to'g'rilab olamiz. Bu yog'i shart emas, buni tekshirib ko'ramiz. O'ynab ketmaydi. Menimcha harakatlantirganda agar o'ynab ketmasa, demak normal bilan move qilib. Endi mana bizda 4 ta element bo'ldi. 4 ta element birga harakatlanishi kerak. Bittasini bosganda, bittasini harakatlantirganda hammasi birga harakatlanishi kerak mana. O'shanda bizda to'g'ri sistema bo'ladi. Mana harakatlanyapti, hammasi bittada harakatlanyapti. Chunki bular 4 talasi demak geometric constraint sifatida bir-biriga bog'langan. Endi sistemamiz to'g'ri ishlayotgan bo'ladi. O'xshadimi Abbosbek? O'xshadi aka, o'xshadi. Xuddi shu ishni bu tarafiga qilinadi va yana pastlariga qo'yib chiqiladi. Shu ketma-ketida qilinaveradi. Yana komponent qo'shamiz. Bosib yubordim uzr. Hop, add component. Xuddi o'sha komponentda necha edi? Bizda 3 midi? Yo'q, 2 edi. Okey. Bu yoqqa qo'shib olamiz. Mana o'zimizga qulay joyga birinchi tushirib olamiz. Sal aylantiramiz. Okey, bo'ladi. Bizga shu assembly constraint qo'yib, birinchi parallel, bu yuza bilan bu yuzdan parallel. Okey. Uni constraintni o'chirib tashlaymiz. Parallel constraintni. Hop, endi o'qlarni to'g'rilab olamiz. Har doimgidek. Touch alignment. O'zimizga to'g'ri pozitsiyaga olib kelib olamiz. Mana o'qni tanlaymiz. Hop. Menga noqulaylik tug'diryapti. Misol harakatlantirib tepaga ko'tarib oling. Hop, mana. Xo'sh, assembly constraint touch alignment axis demek. Bu o'q bilan mana o'qi
u o'q bilan mana o'qni tushdi va endi konsentrik qilib qo'yaman. Farqi yo'q. Bu bilan buni qilib qo'ysak bo'ladi endi. Okey. Mana bizada unaqa sistema hosil bo'ldi. Har doimgidek buni tekshirib ko'ramiz. Move qilib bittasini harakatlantirsak, bizada hammasi harakatlanishi kerak. Mana sistema sifatida ishlash kerak hammasi. O'rtadagi dumaloqdan harakatlantirganimiz yaxshiroq, hammasini o'shanda bittada harakatlantiradi. Ham katta dumaloqdan. Bunaqa sistema okey bo'lsa shu joyda qotadi harakati. Mana tepa qismi tayyor bo'ldi. Xuddi shu ishni pastiga, demak, ikkita shu elementdan qo'shib qo'yamiz. O'xshadimi boshlig'imni sizda? Ha, o'xshadi aka, o'xshadi. Ha, pastini qilyapsizmi? Pastini qilib ketiraman sirazi yog'ini. Hop, demak, add component. Yana part 2 ni botdan qo'shib olaman sirazi. Mana illyustratsiyasini bitta o'ng tarafda pastda ko'rishimiz mumkin. Demak, positioning bizada mana move bizga qulay, move bilan tushirish va mana okey bosamiz. Va ana bizada bu o'qlardan foydalanib sal o'zimizga kerakli pozitsiyani birinchi joylashtirib olamiz. Primerni shu holatda assembly constraint qilib, demak, parallel bu yuza bilan bu yuza parallel va buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Assembly constraint qilib endi touch alignment o'qlarni to'g'irlab olamiz. Demak, mana bu silindr o'qi va mana mana bilan va buni tanlaymiz. Bunaqa tushib qoldi, lekin buni to'g'irlashimiz kerak hali. Move qilib sal pastga tushirib olamiz birinchi. Komponenti demak specify orientation pastga to'g'ri ketib qoldi. Demak, buni qilmaymiz. Buni qilamiz hozir. Uni Ctrl Z qiling. Hop, boshqatdan. Demak, assembly constraint parallel bu yuza bilan bu yuzani parallel qilib oling. Uni move qilib pastga tushirib olaylik, o'zimizga qulayroq pozitsiyaga. Bo'lmasa tiqilib qoldi. Hop, assembly constraint alignment center axis bu bilan hop, mana bu o'q va mana bu o'q bilan mana bu o'qni tanlaymiz va concentric qilib bu bilan mana buni tanlaymiz. Okey. Isometric bizada bunaqa sistema hosil bo'ldi mana va buni harakatlantirishimiz kerak. Endi bizada mana 5 ta sistema bo'ldi, 5 ta element va 5 ta element bittasini harakatlantirganda hammasi birdaniga mana harakatlanishi kerak. Mana ochilib yopiladi. Demak, bu o'sha robotning qo'li ochilib yopiladigan, demak, o'sha robotimizda o'sha sanoatda ishlatiladigan robotning qo'li. Hammasi ochilib biror bir anaqani elementda ushlash uchun kerak bo'ladigan mexanizmi. Hop. Xuddi shu ishni bu yoq tarafga qilamiz. Add component part 2 move bilan tushiramiz positioningni. Hop, bu yoqqa tushirganimiz qulayroq. Mana hosil bo'ldi. Va yana holatda tushirib olamiz. Uni pastroqga joylashtiramiz. Okey. Hop, isometric tepasi
Mana joyga tushirishimiz kerak. Demak, birinchi parallel qilamiz. Demak, parallel constraint bu yuza bilan bu yuzani tanlaymiz. Parallel bo'ldi. Buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Endi parallelligini endi constraint ga kirib hop tashalayman. O'qlari, demak, mana bu o'qi bilan mana center line bu kurs beryapti va buni center line'ini mamchi tanlamadi, boshqatdan qilamiz. Demak, center line. Demak, bu center line bilan bu center line endi bo'ldi mana va bu bilan bizada bu line concentric qilib qo'yamiz endi. Bu qirra bilan demak, bu qirra bir-biriga tegib turishi kerak deb qo'yamiz. Endi qoladi joyida, bitta joyida okey. Hop, izometrik. Mana bizada constraint navigatorlarni ko'rishimiz mumkin. Bitta shu zborka uchun shuncha constraintlar ishlatdik. Hammasi demak bizada yashilda, ko'kda turibdi. Bu degani yaxshi. Bir-birini hech qaysi cheklab qo'ymayapti. Agar biza endi buni harakatlantirib ko'ramiz, yana aytganimdek, move qilib bitta elementini tanlasak, demak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta element bir-biri bilan hamohang harakatlanishi kerak va uni bitta prinsip sifatida ishlash kerak. Hech qaysi qochib ketish kerak emas. Va okey bossak, shu holatda qoladi. Bizada agar mana bu constraintlar xalaqit berayotgan bo'lsa, bizada kursga buni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Demak, mana bitta show and hide ga kirib bizada mana bitta assembly constraint degan spiskadagi mana bu minus yozib bosib qo'ysak, o'zi constraintlar mana o'chdi. Bizaga agar vizualizatsiyaga, demak, ko'rinishga xalaqit berayotgan bo'lsa, mana bizada sistema deyarli tayyor. O'xshadimi? O'xshadi. Ancha bu yog'i muammo emas, bu yog'i sistema juda tayyor. Bitta ish qoldi. Ham komponentda bor, uni udis qo'shib qo'yaverasiz. Hozir ko'rsataman. Anaqada bor, papkalarning ichida. Hop. Mana bu kichkina pin deyiladi. O'sha qotiradigan sistema bilan har bitta ulangan joylarga qo'shib chiqasiz. Oddiy. Sizda oxirgi rezultat demak bunaqa narsa bo'lishi kerak. Hozir bunisi ekan. Mana shu prosta u muammo emas, uje prosta bir-birini o'sha qotirib qo'yishgan. Tak boltga o'xshagan narsa bo'lishi kerak. Bu yerda bolt qilinmagan, prosta o'sha silindriskiy element. Bir-birini o'sha sistemani mexanizm bir-biriga qotirib turadigan narsa bo'ladi. Harakatlanganda harakatlanyaptimi sizda hammasi sistemalar biriga? Harakatlanyaptimi? Yaxshi, unda harakatlansa, demak, darsimiz shu yerda tugatamiz. Zborka bo'yicha mashqimiz shu edi.